3 ta 8 darsdan to'liq ro'yxatdan o'tish tushuntirib o'taman. Ro'yxatdan o'tishga kirganimizdan keyin bu yerdan 3 xil usul bor. Eng oson usullari biri telefon orqali va bir bosishda o'tishni maslahat beraman. Birinchisi mamlakat. Kiritasizlar qayerda bo'lsangiz o'sha yerda, keyin xohlagan valyutangizni o'ynasangiz ham bo'ladi. Keyin bonusda sport uchun yoki kazino gamis o'yinlari uchun olsangiz bo'ladi. Men sport tanladim. Xo'sh, bu joyga promokod kiritamiz. VIB 555. Keyin uchalasini ptitcha qilamizdan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Men aytganday qilib ro'yxatdan o'tsangiz, siz hisob to'ldirish, pul chiqarishda umuman muammoga duch kelmaysiz. Va oson ro'yxatdan o'tib olasiz. Bu yerdan kapchadan o'tishimiz kerak. Xo'sh, semafor deyapti, semaforlarni belgilab tasdiqlaymiz. Xo'sh, bu kapcha xato. Ko'pincha bu to'g'ri belgilamaydi. O'shaning uchun mana bu yerdan o'tkazamiz. 2 xil kapcha bor, o'shani topishimiz kerak. Agar topa olmasangiz, undan boshqa yo'lini topamiz. Masalan, deylik, hozir buni nima? Tak, qarangizlar. Mana shu kapchani necha marta masalan to'g'ri belgilasangiz ham, xato chiqarib beryapti negadir. Mana zinapoya deyapti, zinapoya belgilayapmiz mana. Xato. Velosiped. Mana xato. Hozir qidiraman, agar topa olmasam, mana topdim. Agar buni topa olmasangiz, sayt orqali ro'yxatdan o'tishni maslahat beraman. Mana bu uchalasini ptitcha qilamiz. Mana yana bitta chiqdi, uni ptitcha qilamiz. Agar yana chiqsa, yana belgilaysiz. Mana tugadi. Endi tasdiqlash tugmasini bosamiz. Xatolik bo'ldi. Gidrant deyapti. Mana chiqsa yana belgilaysiz. Qolmagancha belgilash kerakdi mana. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Yana xatolik. Xo'sh, avtobus deyapti. Xo'sh, mana belgilab bo'ldik. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Yana xatolik. Tak. Videoni pauzaga qo'yib turaman, videomiz cho'zilib ketmasligi uchun. Do'stlar, xullas kapchadan o'ta olmadim men. Agar sizlar o'tsangizlar, ro'yxatdan o'tasiz, sразу akkaunt ochiladi. Login bilan parol beradi. O'shani skrinshot qilib qo'yasiz, bo'ldi. Keyin keyingisini tugmasini bosasiz va sразу akkaunt ochiladi. Hozir men sayt orqali ro'yxatdan o'tib, keyin programmasiga qaytaman. Mana bu yerda nazatni bosaman. Nazatni bosamiz. Pastda menu bo'limi настройкаga o'tamiz burchakda. Va bu yerdan faol ish ko'zgusiga bosamiz mana. Ochishga bosamiz va sразу saytiga olib o'tadi. Saytda osonroq ro'yxatdan o'tish uchun, o'shaning uchun xohlasangiz saytda ham o'ynasangiz bo'ladi. Bir bosishda o'taman saytdan ham. Tak. VIB 555 va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Xo'sh, ketma-ketlikda uni belgilab chiqish kerak. Juda ham oson bu kapchadan o'tish. Va sразу akkaunt ochiladi mana. Buni ko'zni ochamiz, mana logo bilan parol. Buni skrinshot qilib qo'yaman galeriyaga esdan chiqib ketmasligi uchun. Nusxalaman mana. Mana bu yerdan bossangiz ham bo'ladi, nusxaladi sразу. Ikkovini ham. Men bittalar nusxalaman, kiritishga oson bo'lishi uchun. X ni bosaman, mana bu yerda X ni bosaman. Va endi kirish degan joyga o'tib, mana pastga parol. Hozir tepaga login kiritaman. Mana ko'rib turganingizdek kiritdim. Endi kirishga bosaman. Mana
Sizda programmasi o'tganda siz ham xuddi shunday chiqardi mana. Mana bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar bo'limiga o'tib, bu yerdan telefon raqamini ulab qo'ysangiz bo'ladi. Mana keyin bu yerdan qalamchani to'ldirib chiqamiz. Bu shaxsiy ma'lumotlarni to'g'ri kiritdingizlar. Pul chiqarishda muammoga duch kelsangiz mana qo'llab-quvvatlashga yozsangiz yordam beradi. Agar siz shaxsiy ma'lumotlaringizni noto'g'ri kiritsangiz, masalan, keyin qo'llab-quvvatlashga yozsangiz yordam bermasligi o'shaning uchun muammo bo'lib qoladi. O'shaning uchun pasport ma'lumotlarini to'g'ri kiritishimiz kerak bu joyga. Ism, familiya barchasini kiritib chiqaradi. Eng kerakli joyini tushuntirib o'taman. Mana bu yerda ID hujjat deysizlar. Bu yerga pasport seriya, masalan, A keyin 4 ta raqamni kiritasiz. Shundan keyin hozir mendan namuna bor, o'shani ko'rsataman. Mana do'stlar, hujjat raqami degan joyga mana bu yerdan 2 so'm tashlaysizlardan 14 ta raqamni ko'chirib olasizlar. Mana pasport seriya. Mana masalan AA dan keyin 4 ta raqamni yozish kerak. Keyin berilgan sanasi mana shu yerda barchasi ko'rsatib o'tilgan. Mana kiritasizlar bu yerga masalan 14 ta raqam o'zingizda aytganimdek, agar sizda yangi pasport chiqqan-ku, ID kartaga o'xshagan. O'shani bu tomonda 14 ta raqam turibdi, o'shani yozasiz, всё. Mana bu yerda berilgan sanasini topasizlar, kiritasizlar. Kim tomonidan berilgan, masalan oxiriga EIB deysizlar, bo'ldi. Saqlash tugmasini bosamiz. Barchasini to'ldirib bo'lgandan keyin bosasiz. Masalan, agar qolib ketsa bir ikkita keyinroq mana to'ldirsangiz ham bo'ladi. Aytganimni to'g'ri qilsangiz barchasini, keyin bu yerdan nastroykaga o'tasiz, bu yerdan hisob to'ldirishga o'tasiz va hisobingizni to'ldirasiz. Sizga 100% bonus beradi do'stlar. Keyin bemalol pul chiqarish ham oson juda ham.